Azon aytsa muazzinlar uxlamasdan, bizni o'ylab, o'zlarini o'ylamasdan, men bo'lsachi, yotaverdim uyalmasdan. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Mahallada osh bor desa sahar turdim. Nafsim uchun har tarafga qarab yurdim. Birodarlar, nafsimni hech tiyolmadim. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Ishladim deb, ishlaganim ro'kach qilib, aslidachi iymonimni ko'z-ko'z qilib, bu dunyoga o'zim hech ham to'yolmadim. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Birodarlar, oxiratdan xabar topib, u dunyoga tayyorgarlik qildingizmi? Meni ko'ring, hammasini bilib turib, bugun yana bomdodga men turolmadim. Do'st bo'lsangiz, haqqimga siz duo qiling. Jannatlarni menga ham siz ravo ko'ring. Ko'rinmading masjidda deb so'rab qo'ying. Bugun yana bomdodga men turolmadim. 4 vaqtlik namozni men barpo qilib, ertalabki barokatni rasvo qilib, namozni hech uyqudan ustun qo'yolmadim. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Nasihatlar qiling menga, ko'zing och deb, gunohdan qoch, jannat eshiklarin och deb, Alloh uchun bergin endi boring soch deb. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Qush uyasida ko'rganini qilar ekan. Nima qilsam bolam shuni qilar ekan. Ota bo'lib hech ham o'rnak bo'lolmadim. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Nasihatlar kor qilmasa qiyin ekan. Odamda sal or bo'lmasa qiyin ekan. Shuncha narsa yozsam yana betim chidab. Bugun yana bomdodga men turolmadim.